hozir uyga iftorga kerakli narsalarni korzinka go'dan zakaz qildim. Shu Ramazon boksni ko'rib qoldim. To'g'risi rosa xursand bo'ldim, chunki ehson qilmoqchi bo'lganlarga ham yoki uyga produktlar olmoqchi bo'lganlarga ham rosa udobniy, eng kerakli narsalarni solishibdi. Un, shakar, guruch ko'rsatdim-ku sizlarga. O'shalarning hammasi 365 kunni produktlari. Men o'zim ishlataman 365 kunni. Yoqadi menga narsalari. O'shani ixcham qilib chiroyli Ramazon korobkaga solishibdi. Masalan, kimgadir ehson qilib jo'natmoqchi bo'lsangiz, o'sha odamning adresini, telefon nomerini bersanglar, o'zligi sizlarning o'rningizga yetkazib berishadi. Menimcha bu juda ham udobniy. Shunga ulgurib qolinglar Ramazonda shunaqa hadiyalar qilishga. Mana uyga kerakli narsalarimni ham, конечно, zakaz qilib oldim. Udobniy etgan vaqtimga eshigimdagacha olib kelib berishdi. Hamma vobshem yoqdi menga lekin. Zo'r o'ylashibdi.